Yangi yilingiz muborak bo'lsin jigar. Bugun Oltin baliq oilaviy maskanida korporativ yangi yil kechasidamiz. Birgalikda Xudo xohlasa bu oila bilan, bu kattakon oila bilan Xudo xohlasa yangi yilni sizlarga ulashaman. Birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Hurmatli qadrdonlar, hammaning kayfiyati o'ta bomba, o'ta zo'r. Sababi nimaga deyotgan bo'lsanglar, bundan keyingisida ko'rib olasiz. O'ta bomba. Hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi. Qadrdonlar, mana shuncha sovg'alar nima deyapti? Sizga yo'q, siz mana shu yerda ishlasangiz, zo'r ishlasangiz, mana shunaqa zo'r sovg'alar olasiz ekan. Yangi yil haqiqiy. Emas va yoki ro'yo. Yana odamlaydi son yillari. Hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarin. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Hoji, muborak bo'lsin. Yangi maqomlar. O'zingizni kollektivga va yangi yilga dilizxonlaringiz. Bu birinchi savolim. Xudo xolasa mana Rishvatbek ukamizga, Hoji otamizga rahmat. Hop, ikkinchi savolim. Kutganmisiz, kutmaganmisiz o'zini ayting. Qo'ygan xotirib o'tiribdi hozir. Xursandmisiz? Xursandman. Bilmagan holatda bo'ldi-ku bu. Xudo xolasa 2026 sizga zo'r keldi, mana boshlanish, ha. Xayrli. Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Haqiqiy yangi yil bo'ldi menga. Akajon muborak bo'lsin. $1000. Hozirgi zamonda nima aytganda 12 milliondan oshiq pul aka. 2026 ga mana bu go'zal holatga kelyapti. Birinchi savolim, kutganmisiz, kutmaganmisiz? To'g'risini ayting. Yo'q, kutmadim. Kutmadingiz-a? Qarang mana, ozgina mehnatni shunchalik ko'rib, qadriga yetib, sizga mana hadyalar berildi. 2026 dagi dilizxoringiz va Dilshod akamga dilizxoringiz. Inshaalloh 2026-yil bundan ham boshqasiga harakat qilamiz kattaroqga. Xudo xolasa, Dilshod akamni ishlariga omad beramiz. 3 ta ochgan bo'lsa, yana 5 ta ochish nasib qilsa, Xudo xolasa. Xayrli bo'lsin. Endi sir bo'lmasa nimaga ishlatasiz endi? Buncha katta pul endi. Mashinalarmi? Ha, demak, Hoji aka $1000 yetmay qolyapti-kan, mana Xudo xolasa videoda ko'rasiz. Uncha qo'shib bering deyapti, mashina olaman deyapti endi. O'zi biladi. Aka, sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Davom etamiz qadrdonlar. Xo'p, ikkinchi ishtirokchimiz, Xudo xohlasa, Muqaddasxon Hojonamiz. Hojona, avvalo 2026-yil muborak bo'lsin. Siz bilaman kutilmagandir yoki kutganmidingiz? Hech ham kutmagandim. Yo'q. Ha, qanchalik xursandsiz? Judayam minnatdorman. Hojilarga jo'natyapti, mana minnatdorman. Xo'p, qadrdonlar, endi eng katta yangiliklardan biri uchala filialda boshlig'i bo'ldi. Bu degani rahbar. Aka, maqomlar muborak bo'lsin. To'g'risini aytasiz. Yangi yil muborak bo'lsin. Kutganmiz, kutmaganmiz, bilib aka. Kutdingiz-a? Muborak bo'lsin. Mana o'tgan safargi tadbirimizda umra sertifikati berilganda, mana bu safargi tadbirda aka siz уже rahbar. Xayrli etsin. Ikkovimiz dilizxonlarimiz aka. Avvalambor Oltin baliq jamoasiga omad tilayman kelgusi yilda. Bundan ham yanada ko'proq muvaffaqiyatlarga erishaylik. Dilshod akamiz, Zebodamiz, rahbarlarimizga отдельный alohida minnatdorchilik bildiraman.